Bo'pti, o'zbekchada gapiramiz, birodar. Qarang, mana bu turp. Ha? Bu turpni ochilmagan sirlari qancha. Agar bargini 3 osh qoshiqdan har kun ertalab och qoringa iching, 3 osh qoshiqdan, ya'ni 25-30 grammlar bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Mana shuni bir 10-15 kun iching. Tushundingizmi? Buyrakdagi, siydik yo'lidagi tuz, qum, tosh ko'zini o'yaveradi. Xohlasangiz sokini iching. Dodini beradi. Tushundingizmi? Tak, bunday. Agar 75 grammini ozroq sokini, mana uni sokini asalga maylash, asal aralashtiring ozroq tapga ko'ra, badandagi yiring bor-ku, badandagi qayerda yiring bo'lsa, o'pkada yiring bo'ladimi, qayerda isitmalab yotasan yiring bo'lib. Badandagi ana shuni chiqaradi. Mana shuni ichib turing. Sokiga mana uni sokini chiqarib, asal aralashtiring yoki shakar aralashtiring, iching, yo'talingiz qoladi. Barak uni bilasizlar. Agar bo'tqa qilib, asal aralashtirib, mana shu har qanday zlokачественные язвы deyapti. Badandagi qayerda yiring yara bo'lsa, shuni yopishtiring, dodini beraveradi. Turibdi, urug'ini bor-ku, 3 grammdan har kun ichib yuring. Bo'g'in kasalligi, har qanday bo'g'in kasalligi, radikulit, ya'ni zud degani badandagi qichishmalar, mana shuni turibdi urug'i bilan. Tushundingizmi? Mana shunday qilib, dodini beradi. Hali ochilmagan sirlari qancha buni.